11'da uçaman. Bugun uçaman. Sardor Gangster Turkiyada qo'lga olindi. Sardor Gangster endi Jasmina Trans bilan birga qamoqda o'tirishadimi? Sardor Gangster Turkiyada qo'lga olindi, tez orada O'zbekistonga jo'natiladi. Sardor Gangster o'zi Turkiyaga nima sababdan borgan edi? Biz esa videoni boshladik. Sardor Gangster Turkiyada qo'lga olindi, tez orada O'zbekistonga jo'natiladi degan fake xabarlarga ishonmanglar. Buni hammasi yolg'on ma'lumot. Sardor jinoyati u darajada Interpolga berib, Turkiyada ushaladigan jinoyat sodir qilmagan u. U menimcha Interpolga ham qidiruvga berilmagan. Agar Interpolga qidiruvga berilganda, u Dubay o'zida ushlab ketishardi uni. Tez orada o'zi chiqib aytadi, "Men og'aynim bo'ladi. Agar shu xabarlar rost bo'lganda, men bu narsani eshitgan bo'lardim." Iltimos qolaman, bunaqa yolg'on ma'lumotlar tarqatmaydi. Men birinchi marta ko'ryapman sizlar. Necha yil bo'ldi? 5-6 yildan beri tanishmizmi yo'qmi? 6 yillar. 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil. Oshib ketdi 6 yil. Misol, Odilxon misolda qarang. Sizlar ham borib shovni qilsanglar, sizlar ham borib jangni qilsanglar, sizlar borib turib ham bilan press konferensiyani qilsanglar, sport kim qiladi? Sizlar sport qilinglar, bizga qo'yib beringlar. Azzikanlaring tekin raskrutka-ku. Odamlar, kecha bo'lib o'tgan boks oqshomiga mana tepada turgan qo'yni kim kirgizdi? Shaturingmisan, maturingmisan, seni Neptun planeta, implanetmisan? Bu seni maskarozxonang, bu seni qo'yxonang emas. Deb xohlagan narsani mikrofonda olib borib baqiradigan, narsa qiladigan. Kecha erkak bilan tepada g'alabasini nishonlayapti. Bu ahmoq shuncha odam ichidan chiqib borib bunga e'tibor ham bergan yo'q. Yonboshda turib olib tepaga ringga chiqaman deb talpinyapti. Voy, bu seni qo'yxonang emas, bu boks. Qo'liga perchatka kiygan ikkita normalniy mujik chiqib turib solishadigan joy. Sen haqqa chiqib olsang shu kallangni shunaqa uradi. Yoki 20 mana Yuri Shatunovmi, Yuri Garbachokmi, kimdir uni otini ham bilmayman. Bir mushuk shunday o'zini yo'qotib qo'yib, meni otim kim? Esmeralda degan kinoga tushib qo'ygan bo'lsa, sen shu bir mush desang Qashqadaryoni bir qishloqqa qarab kallang shunday uchib ketadi. Sen u boks zaliga kirib olib turib, "Voy, deb maskarozxonam ekan" deb o'zingdan ketib olib, "Voy, qilma." Bayroqni ko'taryapman. Men kambag'allikdan chiqqanman, men unday emas, seni o'zi gapirmoqchi emas deb to'ydirib yubording. Sendan boshqa odam bayroq ko'targani yo'q. Yo bo'lmasam sen bayroq ko'tarmaganingda bizdan Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston bizni sen ko'tarmasang tanimaychidi. Normalniy mujiklar yuribdi UFC'da butun dunyoda O'zbekistonda bayrog'ini ko'tarib qo'yib, jimgina og'ir bosiq vazmin. Bu ahmoq bir qarasa Qozog'istonga borib olib, men bugun anonda edim, ro'zada edim. O'zbekistonga kelsa 200 kishi bo'lsa ham oldiga chiqib olib, men haqqimda olgani boraman. Kallasini qilasan, qo'ydi attingga gargagina karkidon kalla biladi. Begemot kalla biladi. O'sha paytda borki, Milliy gvardiya xodimlariga rahmat et. Seni shu chiqarib yuborma tepaga ringga. Agar chiqqaningdan Yuri Garbachok 20 sekundda Esmeraldaga tushirgan bo'lsa, shu bitta urib bilajala mana kallangni qobog'idan ko'tarib yuboraychi. Chiqib olib turib, unday edi, bunday edi. Yig'ishtiray haypasa. Tashay, 4 so'm pul topaman, oktagondan $2000 pul topaman deb butun O'zbekistonda sharmanda qilib yubording. Qani sen ko'tarmasang ko'tarmagin shu bayrog'imiz umuman ko'tarilmay qolsin. Yana meni qidirib ana qimizchilarga o'sha borib turib ustimdan yozib, chizib berib yurma. Men Dubayda yashayman. Gaping, so'zing bo'layotgan bo'lsa, kelsang, men o'zim chiroyligini kutib olib, erkak bo'lani non kabob nomer 1da shapaloq bilan siylagan bo'lsa, men ham o'zim seni tizza bo'yi siylab qo'yaman. Chiqib olib, boks zallariga kirib olib, tomoshangni ko'rsatmay, haypingni bu narsangni borib turib, zavur chekkasida, gizechasida va ish beting qilasan, ukajonim. Baran narroqda o'ynay, satoring bo'lmay, beb basharangga lunatik dalbayoq bilan. Jonlar, bu bilmayman, ko'cha 2da vроде бы. Ko'cha 2da, mana. Oldan shunaqa bular. Materialimiz ana issiq-ku. Такой легкий. Turani. Bu yoq qaddalarga husht. Hidin. Hidlaydi, Dubayda hidi kelyapti.
Sen bir Dubayga bor. Sen bir Dubayga bormay ekan, sen bir Dubayga. Urma. Dubaydagida qanaqa bo'lardi bu? Ya, pistets. Tursa yo'ladim katta ekan. Kulma jim. Voy bila, komplekt kiyaman deb havas qilib oluvdim, ammo kattaligini qaranglar, biling. Qo'ya. Bet razmeri boshqacha ekan-da, значит. Bu yoqda razmeri bilan bet razmeri boshqacha ekan, rasmi boshqacha ekan deyman. Razmeri 2 xil bo'lar ekanda, bu yoqda M olamanda, men M kiyaman. Ish qilib shuncha narsa oldim. To'g'ri kelmasa-ya. Sardor meni boya nima degandi? Dina chiroyliga ekan. Bez makiyaj, qo'shi yo'q bo'lsa ham deganmidi? Tadam! Pomidorga o'xshab qizarib ketdim, bilet. Zoda maza qildim. Dubayda suvlar boshqacha ekan. Soat nechi bo'ldi? 5 bo'lib soat. Tak. Kulma, jim. Zaryadka sayish kerak, makiyaj qilish kerak. Qo'y. Tak. Shotchik nima yana? Sayadigan qani? Надо ломить, извлечь, смешать и нанести. Комплексная омолаживающая двойная сыворотка лилит. Как раз бзевшки лилит. Bo'lsin, buni qaranglar. Chumolim cho'chog'idek kichkina ekan. Paq deb sinib ketmaydi qo'limni ish qilib. Qo'lim kesilib, men yaxshi. Qani? Qo'lim achishyapti. Cho'ta betim yo'q. Suypasam hech narsa qilmaydimi ekan? Yo'q emasmi bu? Qani? Bismillah. Вроде бы нормально. Yaxshi narsa ekan qizlar. Vashshi yumshoq qo'yar ekan yuzda bor-ku. Hozir oxirigacha ishlatib yuboray, bo'lmasa shunday qolib ketadi. Enang domla yebsan, dunyodagi eng go'zal o'zimman, haromi. Dunyodagi eng chiroyli qizman men, harom. Pidaras. Sen просто TikTokdagi qizlarni maskasiz ko'rsang, meni amamam chiroyliroq uni besharasidan. Haromiy. Voy, vashshi zo'r narsa ekan bor-ku, vashshi. Dubayda shampuni bilan balzam yo'qdi menga. Badanga yuvadigan geli yo'qdi. Nimaga desanglar, yuvgandan keyin badanda kir sovunda yoki bo'lmasam daf sovunlari bor-ku, yuvganinglarda qo'linglar g'itir-g'itir qilib qo'yadi. Top-toza qilib sochni ham, badanni ham shunaqa yuvargan. Короче, menga rosa yoqdi. Faqat bu yoqqa o'xshayapti, cho'ta. Keyin betim yog' bo'lib ketmaydimi? Qo'lim ko'chib tushdi. Salomat. Bir soat vaqtim bor ekan. 1 soatda hamma yoq o'sbet qilsa bo'ladi. Men senga ishonaman.
urib tursam. Qorong'i bo'lib qolar ekan-ku. Qorong'i bo'lib. Qorong'i bo'lib qolar ekan-ku. Oyog'imga zarar tushib ketdi. Mana shu yerda bo'yinimni. Как раз aynagan bo'lgan. Chiroyli bo'lish ozgina qoldi. Pizdes narsa ekan, короче. Yoqdi menga. Soch yig'ishtirishga. Ekan unaqa yomon. Nima bo'laman bu yerda shamollab. Nima kulyapsizlar chiqib qo'yganda? Krasavitsa bo'lib ketaman hozir, kulmanglar. Men borimdan uyalmayman. Borim shu. Meni shunday reja sevgan odamga men atvet qaytaraman. Kremmi kiyish qilib, hammangni krem. Krem для рук? Пошел нахуй. Betimga kerak menga. Увлажняешь ежедневный крем для нормальной и сухой кожи. Вот это надо мне. Блядина. Солнечный злой, блядь. Как сделать макияж за 5 минут bo'ladi, qaranglar. O'rganolmanglar. Короче, eplaymiz. Qizlar qo'lidan hamma narsa keladi. Orolga tashab qo'ysa ham loyda olib, loydan qosh yasab, qizil gullarni topib pomada qilib qo'yib, короче, eplaymiz. Shisa bilan. Yo, shuncha odam qarab turibdi ekan menga. Assalomu alaykum, qalyapsizlar? Hamma kirib chiqyapti o'zim. Kimdir eshigim taqillatyapti. Kim keldi? Yozinglar. Kim keldi? Eshigim taqillayapti meni. Hali tayyor emasman. Efirdami? Chalg'ib tayyor. O'g'il bolada 20 minut vaqtim bor. Men hali tayyor emasman. Oldingizmi? Ya. Men Arabiston fuqarosiman. Aldamang. Ya. Meni chiqaradi deb bajaraman. Nima deysiz? Nimani bajaraman qarayapti? Makiyaj qilyaptimi? Nima ketdi? Makiyajga emas, uxladim, hozir turdim. Kartni olib chiqqanman. Kaltim o'zimda-ku. Yana kaltim. Значит, men ichkaridan qutlab uxlayman ekanda, daveri yo'q ekanda. O'zing ham ochsa bo'ladi. Qayerdan? Tashqaridan ochiladimi? Voy bila. Pиздец-ku.
Ichki bu narsang bormi? Le. Sigareting bormi? Kir. Sasuvchan, bunday bo'yinmaydi. Yo'q, qo'yvoring, arab sigaret cheking, astag'firulloh. Uyat emas bu. Besh taklifni olding. Nima bo'ldi? A? Besh taklifni olding. Hech narsa olganim yo'q, men atir oldim. Elyor aytdi, zo'r dubayskiy duxilari bor edi dedi, jenskiy qizlarga podarka qilib tarqatib yubordi dedi. Na prinsga men ham $750 ga atir oldim kartezda. $750 atir olding. Ha. Siz uxlayotgandingiz-ku, bilganingiz yo'q-da. Voy, ko'ylagim o'zimdan boshqa hech kim ko'rgani yo'q. Chuqurlamay tegmay paketdagi narsaga. Ha? Sizni chiqarib olib kelman, jinnimiz. Telefon sizda bo'lib turadi, men kiyinib chiqaman. Bo'ladimi? Чтобы odamlar yetolmasin. Xonaga qo'ygani yo'q, hozir keldi. Hozir kirdi mana. Hozir kirdi. Tavba qildim, g'alatiroq emasmisizlar? Astagfirulloh. Ana shu yerda fen turibdan ko'ring ishimni. O'zingizda fen bor ekan. Fen ham olding. Fen o'zimda bor edi. So'nggi sendan. Ha, ana qorada bor edi. Endi bo'yanmas, joy bo'le. Habibi, nima qilasan? O'zing yo'q, bo'yan bo'le. Haramga boring, jinnimisiz. Chut хотя бы надо же. O'zi itab chut qo'y. Nima qilyapsiz? Sizga do'konni ko'chirib keldingmi? Buni qayerda topdingmi chararsa? Atir oldim, pодарок solib berdi. Ana ochib bering. Klonkasini chiqarish kerak. Ye. Bu yuz Nima bu? makiyaj qatratda bu. Aeroportdan oldim. Tirnog'im yo'qda. Tirnog'im bor-ku, bitta tort chiqib ketdi tirnog'im. Tortish kerak emas, buni ko'chirish kerak edi. Jin. Mana. Hozir tirnog'im sinib ketsa, keyin ko'rasiz. No, tatuirovka jo'ymi? Uchmayam. Ha? Nima chizdirgansan? Bu hep chizdirganman. Oching endi, mana bunday qilib ochilib ketadi. Nima o'zi? Ana bularkan-ku. Nima, biz dengizga cho'milmoqchimizki? Sovuqda? Ya, havos. Mani ko'payligim yo'q, qolib ketdi. Sho. Tansiz. Bo'ldi. Bo'ldim shunday. Tamam. Siz gaplashib o'tirib turingmi? Qo'yib o'tiring, gaplashib. Ha, xo'p, shunday bo'ldim. Ha, sochimni qursam. Qani qo'shing, almashtirmading? Yo'q, qo'shim bo'lmadi, bu yo'q. Ha? Bo'lmadi. Keyin chiqqan? Ashida o'tiribdi. Xo'p, shada o'tirib. Xo'p, va chiqmayman, ya, unas umrimda men yalang'och qiz ko'rmaganman. Qo'rqaman men yalang'ochlardan. O'zlar men o'zimga qarashga vaqtim bo'lmadi, aytib yurmaysizlar. Prosta soqolim solgan tekislatdim, sochimni ozroq tekislatdim. Endi men bunday kiyinib olib, paxotga qilib, bo'yanib, yuzlarimni uklatga bir bolam uklatga qilmayman. Kuylaydan dazmol qilgan vaqtim bo'lgan yo'q, to'g'risi. Xizmatda yurdim, 3 kunda 2 soat uxladim, hozir turdim. So'kiyveringlar, yomon fikrlar bildiravringlar. Men etman agar shu qizga tegmayman. Men nasl to'q bo'laman. Menga unday tegilish yo'q narsa emas. Men buni hurmat qilib chaqirdim, izzat qilib jo'nataman, tamom. Bizda unday narsa yo'q. Nastrenam zo'r, hammasi chotki nastrenam. Bugun sizlardan xalqdan bitta yordam so'rayman. Inshaalloh bugun pati qilamiz. Hozir boshlanadi 1 soatda. Soat 7da, 8da boshlanadi. 2 soatda boshlanadi.
O'rta Osiyoni rekordini qo'yamiz sizlar bilan birgalikda. Kuchli hammani yig'dim Dubayga. Sizlar xohlagan har bitta inson keldi. Kelmaganlardan ham xabar bo'lmaymiz. Kimnidir sharoiti bor, kimnikidir yo'q. Qo'limdan kelgancha sharoiti yo'q insonlarga ham qo'limdan kelgancha shada qarab turganim yo'q. Chotki hamma yog'i zo'r. Gapirmaymiz. Hamma narsa, hamma mehmon, biza mezbon. Xudo xolasa bugun efir ochiladi, jonli efirimiz. 100 ming rekord, O'rta Osiyo rekordini urmoqchimiz. Sizlar bilan birgalikda. Yaxtada bo'ladi patsimiz. Kirib turib zritel bo'lib, qo'llab, layklarni bosib, padelitsiyalarni, reportlarni bosib, chiroyli shoularimizni tomosha qilib, bugun bitta birligimizni ko'rsatib bersanglar, inshaalloh bitta rekord bo'ladi. O'rta Osiyoning rekordini qo'yamiz, xudo xolasa. Yaxshi niyat yarim mol. Endi katta gapirmaymiz, qo'ya olamizda. Harakat qilamiz. Chunki TikTok VPN bo'lib qoldi, Qirg'iziston, O'zbekiston VPNda, Rossiya VPNda. O'zi ko'p odamlar xohlab ham TikTokga kira olmayapti. Boricha endi bitta harakat qilamiz. Akalar, sizlar boshchiliklaringda, Og'ilov tog'am boshchiligida, tog'alar hammasini boshchiligida xudo xolasa yondiramiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklayotganlar jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Oilalaringda vaqtiga sog' salomat bo'linglar. Meni tanigan, meni bilgan, meni bilmagan, men TikTokda sizlar ko'rgan obrazli inson emasman hayotda. O'zimga to'q, o'zimga yaxshi, o'zimga to'q, yaxshiman. Xudoga shukr, musofirda ham sastaynam zo'r. Zo'r emas, undan ham zo'r. Sizlar bilgandan ham zo'r, xudo xolasa ko'raverasizlar. Mana shunchasini ko'rib kelyapsizlar-ku. Bugun padarkamiz yetib bordi onaxonga. Kecha padarkamiz xamir uchidan patiradi. Bugun mahallamizda, qishlog'imizda, o'zimizda katta bo'lgan qishloqchamizda yo'g'idan yetib bordi dadamga. Dadam bugun Tojikistonda, Dushanbeda mehmonda dadam kelsalar, dadamga kalitni topshirish videosini sizlarga qo'yaman. Bizda yolg'on bo'lmaydi, bilasizlar. Uyimiz to'la mashina, baribir ham havas qildim, niyat qildim, bir zo'r mashina otamga sovg'a qilaman yangi yilgacha, yana bir zo'rdan deb qishlog'imizda bittasidan bo'ldi mana. Sizlar sharofatinglar bilan, xalqning ko'magi bilan avvalam Alloh jonlaringiz sog' bo'lsin, rahmat. Biza shunday xarakterdamiz akalar. Qanday tushuntirsam? Hamma yig'ayotgan daromadimiz, kelayotgan daromadimiz avvalam rizq Allohdan, lekin xalqdan olyapmizmi? Qo'limizdan kelgancha harakatimiz avvalam, lekin xalqqa berayotgan bo'lamiz. Xalqqa to'ylab beramiz. Mana tug'ilgan kunlarda xalqqa bir chiroyli kayfiyatli bo'lamiz. Go'rimizga olib ketmaymiz. Dazmol vaqt bo'lmayapti-da. Vaqt bo'lmayapti. Dazmol qilishga vaqt bo'lmaydi. Dina? Dazmol qilib bana kulayimni. Kulayim dazmol qilib. Keyin chiqor. Nima ber? Kuylagimni dazmol qilib beray ekansan, hamma yozyapti. Menga? Nimaga? Mo'manga omiga. Dazmolga. Kuylang ki. Shogird tabi, o'zimni ko'rganman-da, bunda kak anosi zo'r, mayda stil. Stil zo'r, derski. Chotki stil. Do'stlar, muammo qiz ko'rmaganlikda yo'q, bir narsada emas. Agar xohishim bo'lsa, Dubayda dunyodagi eng chiroyli qizlarning hammasi chiqadi. Kamsitish boshqa emas. Sizlar xohladinglar, Dina kelsin. Dina keldi. Endi miyani buzib, bunaqa qilay ekan, uni yo'q. Men majalda onasiga men o'zimga luboy paytda uyerim bilaman. O'zimga to'q, o'zimga ko'zim to'q bilaman. Menga bunaqa narsa Rossiyadan bir Dinani olib kelib yo birovni olib kelib bunaqa narsa menga vaqt kerak emas. To'g'risi. Istanbul tog'am. Birinchi sovg'a olishim, hali hech qaysi mehmonlar menga sovg'a bergan yo'q. O'z Istanbul tog'am, yangi rahmat. Checham. Ko'rib turgan bo'lsangiz, joningiz sog' bo'lsin. Yomonidan beribsiz. Dokumentlargacha ko'rdim. Yangamsiz, chechamsiz. Fergana Sila. Istanbul tog'amda oilalari berib yuboribdilar sovg'aga. Yomonidan, chista originalidan, qattiqdan.
Menga hech kim sovg'a bergani yo'q hali. Endi bilmadim, patida berishadimi? Hali hech kim bergani yo'q. Buyursin, rahmat. Jonlang sog' bo'lsin, rahmat. Mayli, mana g'ijim bo'lsin ham. Kulsanglar ham po'xo'y. Men unday o'zimga qarashga vaqtim bo'lmadi. Aeroport, Dubay bilan Abu Dhabi aeroportida yashadim. 4 kundan beri. Mehmonlarni kutib olyapman o'zim shaxsan. Birovga aytsam bo'ladi, chiqib olib kutib oldi o'rtoqlarimga. Prosta hurmatsizlik bo'lmasin dedim. Har bitta insonni o'zim chiqib kutib oldim. Ko'rdinglar. Nasib bo'lsa bugun qattiq bo'ladi, patilarimiz zo'r bo'ladi. Inshaalloh hammalaring kutaman. Bugun TikTokimizda bayram. Sizlarning sharofatlaring bilan, kuzatuvchi xalq sharofati bilan TikTokimizda katta bayram. Yondiramiz hamma joyda. Kutilmagan mehmonlar bor hali. Ko'rasizlar. Kutilmaganlari bor, sizlar ko'rmaganlaring surprizlari bor hali. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Qanday do'stlar, stilim yarashganmi soqolchalarim? Yo'qmi? Arabic style. Arabik. Bo'lmaymi? Xunimi? Chotga rahmat. Jonlang sog' bo'lsin, rahmat. Uxlamaganim uchun betlarim tirishib qoldi. Ko'p videolarda ko'rgan bo'lsanglar, betlarim nima bo'lib, uxlamagan odam terisi boshqacha bo'ladi-ku. 3 sutka uxlamadim. Bugun Dubaydan qaytishimda Abu Dhabi yaqinida miyam uchdi, ruldaman. Ko'zim yumilib ketyapti rulda. 3-kun miyam uchib qoldi, batamam uchib qoldi. Shuni kirdim, uxladim. 2 soatgina bo'lsa ham ozroqgina kuchchan oldim. Endi to'y tonggacha bo'ladi. Yo'ramiz onasini inson. Qattiqdan. Kel olmaganlar burnini tishlasin. Xafa bo'lmasin. Kelayotgan bileti $100, $200 bo'lishi mumkin. Mana o'zi miyasi bor odam o'zi cho'sta qilyapti bu yerda nima bo'layotgan. Kelishiga arz etgan, hamma yog'i chotki, qo'ldan kelgancha harakatini qilyapman, bu yog'i zo'r. Zeko tog'am. Assalomu alaykum tog'jonim. Assalomu alaykum. Qattiq tog'am meni Zeko tog'am. Kech tabrikladim men tog'am. Bizda shunday. Dina hayotda chiroylimikan? Jo'y chiroyli ekan. Bu bo'yanib, bir balolar surkab, jo'y tabiiy chiroyli qiz ekan. Hamma joylarni bo'yab. Qoshini men olganman, qoshini. Eslangdan, qoshini. O'tgan yil tug'ilgan kunimda bitta qoshim yo'q edi. Bugun hamma joy bor. Mana soqol bor, mo'ylov bor, qosh bor, soch bor. Sog'oma yetib keldim, qirilmasdan, solishmasdan. Jonlang sog' bo'lsin. Afsusdamisiz dedi-yu. Men xursandman. Shuncha vatandoshlarimizni musofir yurtda dunyoni eng zo'r topiviy davlatida yiqqanimdan xursandman. Hurmat qilib Turkiyalardan, Qozog'istonlardan, Qirg'izistonlardan, O'zbekistonlardan kelgan insonlar uchun men xursandman. Hurmatim bor ekan kelishdi. Boshqa odam bo'lsa kelishmaydi. Ko'chani boshiga chiqishmaydi. Men uni bilaman. Xursandman hammasidan. Malades, O'toyomon Samarkandskiy, Nurbek Andijanskiy, Aziz Ferganskiy. Boboy keldi, Qozog'iston, Shimkentskiy. Yana kimlar keldi? Alibanat, Kashkadarrenskiy. Tog'am meni. O'z Istanbulskiy. Hamma qattiqlashdi. Jonlari sog' bo'lsin. Lekin men обязательно efirlarda aytib o'tganimdan tashqari bir ikkita akalarimga lechkaga chiqdim. Yozmayman bilasizlar, lechka yozmayman. Hech kimga yozmaganman. Agar Sardor lechkamga yozgansan desa, men shuni kezib kuch kiydiraman qo'tag'imda. Hattoki Oqilov bilan bugun gaplashdim. Oqilovda lechkasi bir og'iz yozgan bo'lsam, otamni balasi emasman. Mana Libboyinga aytalaman. Yuzim yorug' bo'laman men. Aka, tug'ilgan kunim, sizlarni hurmat qilaman. Sizlarni men yaxshi ko'raman. Mehnatlaring singan. Shu bugun yaxshi kunimga kelmasanglar xafa bo'laman degandim. Ba'zi bir akalarimga обязательно chiqdim, kelishmadi.
Ba'zi bir akalarni. Ulardan ham Alloh rozi bo'laversin. Rahmat. Senlab suv kechida haromi. Men seni sikaman, og'zingga beraman, kunta haromi jalabdi meni suv kechida. Kelgandan beri siz Sardorjon sevib qoldi. Men chiroyli bo'laman-da. Men hayotda vaqti chiroyli bo'laman. Pizda maqtamayman o'zimni, krasavchik bo'laman men. Realni jizinda o'ta chiroyli bo'laman. Dina! Otajonim keldi. Tezroq kel. Kel anolar urib kel sarpolani. Oqila bobo. Hammalarni kutaman. Meni maqsadim hammani yiqqanim, sizlardan yashirmayman. O'rta Osiyoni bugun rekordini qo'ymoqchimiz. Sizlarning boshchiliklaringda, sizlarning qo'llovlaringda podelitsiya, layklarni banglatsalar 100 ming zritel. Bang. Bu dunyoniki bo'lmaydi. Narigi dunyoni shousi bo'ladi bugun. Dahshati bo'ladi. Yondiramiz onasini ham. Butun Bobojonim, meni bobom. Rahmat. Kattakon rahmat bobom. Yurasiz, yuray. Sertsa. Rahmat. Soat O'zbekiston vaqti bilan 9:00 da parti boshlanadi. Jonli efirda kelolmagan muxlislar uchun atmosfera hamma yoq ko'rsatiladi. Sizlar kirasizlar, banglatasizlar, yondirasizlar, layklar, podelitsiyalar, reposlar butun dunyoga. Ay belat. Yo. Yarashmadim. Yo, ko'rsatmayın. Laki, yebat buni kiyib olgan. Bu qayerdan topding Arabistonda bunday kiyimni? Voy belat. Yurchi? Orqasi, belat, orqasi. Ye. Qochim buni kuylar qayerdan topding Arabistonda? Yo. Voy belat. Всё, не снимай. Arabistonda bunday kuylar sotmaydi-ku, qayerdan topding sen? Voy onaga. Sotadi. Qara bitta ana qilishimiz kerak hozir. Nima edi? Kak. Nima ana shou bo'ladi-ku bugun hozir. Nediklar keladi, Instagram blogerlar hamma keladi-ku. Biz o'rtada vals tushamiz ekanamiz. Nimaga? Titanic'ni muzikasi. Jinnimiz. Jinn emasman. Zo'r bo'ladi. Odamlar mazza qiladi. Kiyimini qaranglar, buni kiyimini qaranglar. Arabistonda shunday kiyim topdi. Bu qayerdan topding buni kiyim? Nimasi yomon? Вот красиво стоит. Стильно. Voy balla. Oyog'im qani? Tuflini qayerdan topding bunday tuflini? Yiqilib o'lmaysanmi? Yo'q. Mana qara. Yarashdi. Imperatorim meni, joni sog' bo'lsin. Orqam manoni yechib tashlasam chidaymman, mana shu g'alaba bo'libdi. Usiz yurasanmi, osildi? Ha? O'zim yechib qo'yay. Yo'q, eshik yo'q. Voy bula. Tavba qildim. Qayerdan topib keldim bu kiyimlarni? Qayerdan bunday? Tavba qildim, valloh. E'tibor bermaylar akalar. Meni otam, onam yo'q bu yerda, xotinim yo'q menga mana dazmol berayotgan. Endi dazmol bor, qila olmayman. Qo'limdan kelmaydi dazmol qilish. Meni qo'limdan kelmaydi dazmol qilish. Hamma bu jinlikka qo'ysin. Takrorlayman, повторите. O'rta Osiyo rekordini qo'yamiz shu bugun. Bayram chog'ida sizlarning boshchiliklaringda O'zbekiston vaqti bilan 9 da boshlaymiz.
to'g'ridan to'g'ri jonli efir meni profilimda bo'ladi, shaxsiy akkauntimda. Sardor Sultan 511. Sardor King 511 da bo'ladi. O'sha akkauntimda bo'ladi. Siz nima tuhmat qilyapsiz? Yalang'och qiz ko'rmaganman. Ko'rmaganman yalang'och. Men kiyimimni yechmadim-ku. Yo'q, mana yalang'och bo'lmaydimi bu? Bu yalang'och emas, bu stil bu shunaqa. Sochimni o'rtaqdim. Ketdimmi? Divorxonada xunuk ko'raman. Hamma to'ylaydi, naryoqda tushaylik. Ha, biz zalga chiqib olaylik. Hamma to'ylamasin. Mana. Traktor. Müzik bo'lak. Menga burdi ketishir. Hayır, so'ra o'zidan. Ketsin, menga ham she'r urdi, Oqilov ham urdi, Sattorov ham urdi ikkalasi. Nimaga menga bitta she'r? Nimaga menga bitta? Qara, bitta valsni muzikasini qo'y. Yo'q. Qo'y, tirnovka qilaylik, hayajonlanib qolmaylik. Yo'q, shoshma men seni. Yo'q, men tushmayman. O'sha dahoya qiz kelarlagan. Qara, men boshqa bilan tushsa xafa bo'lmaysan? Yo'q, bo'lmayman shu. 100%. 100%. Bo'ldi, tamom. Sen bilan tushmayman. Boshqasi bilan tush. Men zato anaqa bilan tushaman kim edi? Krasavchik keladi. To'lgantingizga. Esdan chiqib qoladi. Mendan krasavchik yo'q yo'qda. Bormi? Kim? Nima bo'lar ekan? Qo'shiqda mana YouTube'ni ochib. Tuade. Tuade. Yo, katta shou bo'ladi deyapman, tushunyapsanmi? Hamma bo'lsa bo'laversa o'ynavering. PR emas, u shou bayram. U qizlar bilan deyapman. Разрешаю. Ruxsat beraman. Sen bilan tushun. Ana eski bir kuylar bor, shuni yechib, butikdan yangi Titanic was called the ship of dreams. yangi kuy. Give me your hand. Titanic'ni muzikasi bo'ldi, ana uni tushundingmi? Siz bilan Grease like this needs soap, scrubbing, and soap. Use Fairy Economy. Cleans tough grease from the first wash. Vals olamiz. Paradoks. Paradoks. O ben. Atirni olib. Men atirimga. Siz meniki bitta olib kelsangiz qiymat qo'yaman. Qo'ymasin. Qanchaga olding? 700 dollarmi? Uyni var. Javob. It all been just one time and last for a lifetime and never let go till we're gone.
Love was when I loved you. One true time I hold you. In my life will always go on. Varisga tushsa iPhone 17 sovg'a qilmoqchi edim, mana sovg'a. Here, far, wherever you are, I believe. Mana qo'lingizga siypab oling deb bersam, yaltirab ketgan pudutda. There's we'll stay forever this way. You are safe in my heart and my heart will go on. Bir ikkita xeyterlar yozibdi-da. Bir ikkita ichi qora ko'rolmayotganlar. Sardor Dubayga borib olib odamlarga nima o'rgatyapti? Bir kun bo'ldi, boshqa bo'ldi. Sardor Arabiston fuqarosi. Sardor 100% Arabiston fuqarosi. Gold vizasi bor Sardorda. 100%. Seni xonangga men qanday chiqdim bilasanmi? Shunday pasportimni ko'rsatdim, chiqarib olib qo'qdan. Ha? Hayya. Nimasini? Men Arabiston fuqarosiman-da, chiqaradi любой yerga. Money. You work hard for it. XTB. No matter how much they start with, join them to shape your reality. Don't just earn money, take control of it. Step by step, investment by investment. Bizga vizali. Xudo xolasa uylansam, bolalarimda pasporti chista shexskiy bo'ladi. Arabskiy chista pasport bo'ladi arabskiy. Chista fuqaro beradi. Bolalarimga chista beradi. Meniki гражданство yashayotgan. Lekin ularga chista beradi. Ona qarshi sumkachalarga oldik. Chanel. Voy. Faqat original emas, fantast ko'ramiz. Bu yerda podorginal narsa bo'lmaydi sen borgan magaziningda. Men Sen buni katta malda chekilibsan-ku. Beda olmadim buni. Voy. Beda olmadim. Ketdik bo'l. Kech qolyapmiz, tak. Xonamga hech kim kirmaydi, mana shu savolni tushuntirdim. Kim xidlayapti seni? Yettir, vals uchaman bolalar bilan. Kim bilan? Bolalar bilan. Kalta yengilyaptimi deyman. Tak, все, hech narsa kerak emas. Telefonim qo'limda. Buni oldim, sumkam bor, jurnatlarim bor. Все. Karta olasizmi o'zingizga? Tashlaveraymi yo olaymi? Bitta olaveraman. Faqat sumkam kichkina. Nima qo'yibsan? Mayli. Rangi shunaqa o'zi, kirmas. Qaypo. Men qoldi, ishlasa bo'lmaydi. O'chdimi? Ha, bo'ldi, o'chirsa. O'chirishing kerak emas, sen sistemaga Foydami? bo'ldi, pastda. Спасибо всем.